Assalomu alaykum. Master Shuhrat kanalining kuzatuvchilari. Mana biz hozir sizlarga darvozamizni yangicha fasondagi darvozamizni ko'rsatamiz. Bu darvozamiz Dubay fason darvoza bo'lib, bu darvozamiz listlari ikkilik, 2 qavat bo'lgan. Kraskalari mana G2 mokre kraskadan mana bu joylariga mana boshqacha qilib sachilgan mana. Bu darvozamizda eni 320 ga balandligi 3,5. 1 kvadrat metri 1.400.000 so'mdan tayyorlab beramiz. Mana bu joylariga lejvinkalarni yopishtirganmiz. Zamoklari zubur zamokdan qo'yiladi, rossiyskiy. Orqa tomonlarini ham ko'rishlari mumkin. Mana orqa ko'rinish holatlari tekis bo'lgan. Stoykalari 8x2 stoykadan bo'ladi. Bunga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'yamiz, telefon qilaverasiz.